Hoji aka, videoni o'tkazishga shoshilmang, sababi siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Bitta hisob-kitob qilib bersam. Bu Fafimiz Surxondaryodan kelgancha, ya'ni 100 kilometrga 25 ta dizel xarajat qilgan. Endi 600 kilometrga 150 ta, ya'ni dizelni ko'rdim demagan. Nimaga bu narsa hisob-kitob qilib berdim? Aynan hozir qo'yib bergan ballonlarimiz bilan bemalol 600 kilometr yuradi va u 400 ming so'm, 500 ming so'm atrofida bo'ladi. 3 barobar sizni arzon narxga tushirib beradi. O'shaning uchun bu akamizga chiroyli holatda 100% lik gaz sistemasida uстановка qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Elektronli variantda porshinlarni yo'nib, idealniy holatda motor ovoziga bitta baho berasizlar. Ballon joyi keladigan bo'lsak, 3 ta 150 talik, bitta 200 talik, hammasini lentalarni zo'r qilib, rezinkalarni yaxshi qilgan holatda uстановка qilib turish holatiga bitta baho berasizlar. Zapravkada qiynalmaslik uchun ikkala joyiga ham chiroyli holatda zapravkani qo'yib berganmiz. Aka, siz ham shu mashinada o'ylanib yurgan bo'lsangiz, motori zo'r, gazga zo'r tushadi. Bemalol 100% gaz uстановка qilib, maza qilib ekonom variantda yursangiz bo'ladi. Aynan bu akamizga o'xshab bitta xarajat qilasiz, shu bilan ekonom variantda, ya'ni 3 barobar 1,5 million narx, 500 ming narx, ya'ni 1 million sizni cho'ntagingizga qoladi. O'shaning uchun mabodo o'ylanib yurgan bo'lsangiz, uстановка kelsangiz arzon narxlarda, sifatli holatda uстановка qilib berish variantimiz bor. Pastda nomer qoldiramiz, akalar, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Har qanday mashinaga, xohlasangiz 100% lik, xohlasangiz ballon qo'shish, hammasini arzon va sifatli narxlarda uстановка qilib beramiz.